Assalomu alaykum Fazan ishqibozlar obunachilarimiz. Aka-ukalar, qaranglar, hozir biz Duyus Plus korxonasiga kelganmiz. Bu yerdan kelishimizdan maqsad sizlarga, bizga shu fazan boqadigan jamiki hammaga manfaatli bo'ladigan video bo'ladi. Oxirigacha ko'ringlar. Xullas, yashuv bor-ku, tashiymiz, bilasizlar. O'shani korxonasiga birinchi qo'l zavodga keldik. Birinchi qo'ldan olasizlar, pastda nomerlar qoldiramiz. Ha, ketdik. Assalomu alaykum. Yaxshi keldingiz. Xo'p, bu zavodlar, korxonalar qayerda joylashgan? Duyus Plus korxonamiz Bektemir tumani Oltin topgan 25 Y ko'chasida joylashgan. Orientir Coca-Cola zavodiga yetmasdi. Ha, men qisqa qilib aytaman, Kola ko'chasi hamma bilishadi. Bektemirda Kola ko'chasi desanglar bilishadi. Xo'p. Endi bu yerda aka qarang, o'zi bizga kerakli narsa keluvdi, lekin boshqa narsa mahsulotlar ham bor ekan. Masalan, mana meva soladigan yashiklar. Masalan, bu birinchi qo'l. Sizlar menimcha birinchi qo'l. Necha yildan beri faoliyat, necha yildan beri ishlab chiqarasizlar? Umumiy Duyus Plus korxonasi 15 yildan ortiq ish faoliyatini yurg'izadi. Biza faqat plastmassaviy yashiklar emas, plastmassaviy stullar va stollar ham ishlab chiqaramiz. Ha, tushunarli bo'ldi. Sizda 15 yildan beri ishlashadi, o'zingizlar 15 yildan. Bu ikkiga birinchi qo'l. Xuddi shunaqa. Masalan, mana bizda obunachilar, masalan, Qoraqalpoq, Xorazm, Vodiy, mana shu qush bilan shug'ullanaganlar bor. O'shalar nomer chiqsa, tez pastda nomer qoldiramiz. Aloqaga chiqsa, birinchi qo'ldan qilib berasizlar. O'rtada hech qanaqa o'rtakash yo'q, olib sotar yo'q, xullas. Hech qanaqa olib sotarlar yo'q. Bo'ldi, obunachilar, sizlar uchun xudo xolisa zavodga kelganman. Birinchi qo'l olsanglar bo'ladi. Men hozir yana tushuntirib o'tamiz. Mana kelinglar, kutib qolamiz. Mana bunaqa kalbasa sexda men oldin ishlaganmiz. Mana kalbasa sexda ishlatadigan yashular ham shu yerda chiqar ekan. Bu ham sizlar birinchi qo'l. Kalbasa sexlarda go'sht-go'shtlar o'sha mol hol boqishga ham zo'r. Men o'zim mol boqaman, uyda mana shunaqadan zo'r narsa mashina. Umumiy 40 talar atrofida press formalarimiz bor. Har xil yashiklarni ishlab chiqaramiz. Buni ma'lumot bering aka bunda. Bu stanoklarimiz bu yerda stol va stullar faqat ishlab chiqariladi. Оборотda katta bo'lgan stanoklar. Stollar chiqarganda plastmassaviy stullarni o'zi umumiy bozordagilarni aslida biz ishlab chiqaramiz. Birinchi qo'l o'zimizamiz. Ya'ni optimga ishlaydigan bo'lsa ham qolamiz, ishlayveramiz ular bilan ham. Xullas, stollarni ham ishlab chiqarasizlar, uni ham qilib berasizlar birinchi qo'lda. Da. Mana plastmas stollar bor ekan, obunachilar, mana. Plastmas stollar. Bu yangi modelimiz. Yangichasi ekan bu mana, baholis. Ana ishlab chiqarishyapti. Obunachilarimiz, qaranglar, buni bilasizlar, buni nimaligini. Biz bundoq qilamiz-da, bunga bundoq qilib turib, biz buni ichiga jo'ja fazan solamiz-da, buni dastavka qilamiz. Mana men buni zavodga keldim, qaranglar, akalar. Buni yaxshi qulay tomoni banan korobkaga solardik. Banan korobkangiz ham 15 ming so'm. Bu 23 ming so'm ekan bitta donasi. Bunda o'lmaydi. O'lim nima deydi? O'limni oldini olamiz. Bitta dona jo'jamiz o'lsa ham, bilasizlar, masalan, Xorazmga jo'natdik, bittasi 80 ming so'm turadi, bitta jo'jamiz. Bu 23 ming so'm. Undan ko'ra mana shu qulay bo'ladi. Shunga xudo xolisa mashinada dastavka qilmoqchimiz obunachilarimizga. Keyin mana bor, mana buni ham bilishadi. Katta partiya, bu katta partiya fazan, liboy parrandalarni tashiymiz, bu ham zo'r. Keyin mana ham bor ekan, endi keldik bilan reklama qilamiz. Mana mol qo'yliga ekan, obunachilar bilan. Mol qo'ylarniki mana og'ir bemalol ko'tarar ekan. Mana ma'minisi bizga yoqdi, xudo xolisa olamiz. Buni jo'ja boqishga ekan. Mana shunaqa yerga taxlab qo'yiladi. Kvadrati 40 ming atrofida ekan buni. Xullas, bruder ichiga po'q tushmaydi, yerga tushadi, o'sishi ham yaxshi bo'ladi. Bitta dona jo'jamiz 80 ming, bilasizlar. Buni bitta donasi 40 ming so'm turar ekan. Tak, uni etdim, buni etdim. Mana lekin rasa zo'r narsa, buni bilasizlar. Ani nimaga uzoqroqqa jo'natishga katta partiya, katta fazallarga buni ishlatamiz. Buni jo'jalarga ishlasak bo'ladi. Mana bundoq qilamiz. Ustiga bitta kardon qo'yamiz, bo'ldi. Chiqib ham ketmaydi, havo aylanadi. Endi aka, tak, buni narx-navosi. Mana 23 ming so'm ekan, obunachilar. Eng arzoni prosta rangida ekan, menimcha farqi shunaqa rangidan. Sortida, Serioni sortida. Ha, Serioni. Endi biz jo'ja tashiymiz, masalan, bizga o'zingizlar tanlaysizlar yana, masalan, bu uradi. Mana bunisi eng yaxshisi bu первичныйsi. Eng zo'r ekan bu minus shokda ishlar ekan bu, xolodilnikda ishlar ekan bu. Tak, o'zim ham mamdag'ani ishlatyapman. Hozirgi kunda biz mamdag'ani ishlatyapmiz. Bunisi nechi pul? 30 ming so'mdan bundan. 30 ming ekan, obunachilar. Bizga lekin arzonchi qorasi ham bo'ladi. Xo'p, buni narxi nechi pul edi? Buniki 272 ming so'mdan. Bittasi 272 ming ekan, obunachilar. Lekin arziydi. Bitta dona qushimiz, bilasizlar, 400 ming so'm turadi. Bitta dona qushinglar banan korobkada o'lib qolsa ham, bitta olib qo'ysanglar, buni ketdi-da bu. Qanchaga ishlatasizlar? Bemalol ishlataverasizlar. Yengilgina, og'ir emas. Hajmi ham zo'r. Buni bittasiga men
20 ta sig'dirganman. 20 ta yozgi kunida faqat bir 15 ta solsak, Kavkaz fazandan solamiz, 15 tasini bemalol sig'adi. Xo'p, endi mana bularni narx-navosi qanaqa edi? Xo'p, buniki bu ikkinchi sortdagi siryo 65 ming so'mdan, meniki 80 ming so'mdan. Xo'p, mana bu jo'janikicha. Bu mol bilan qo'yga bu. Xuddi shunaqa. Bu jo'janiki mana quyonniki, mana jo'janiki. Quyonniki 35 ming so'mdan, jo'janiki 40 ming so'mdan. Bu yashili. Xo'p, ko'proq olsa ob'yomga sal kelishtirib berasizlar. Masalan, yo narxi shu. Endi yana nari beri bo'lishi mumkin, pastda nomer qoldiraman, telefonlashib, Habibullohdan desanglar, menimcha kelishtirib berishsa ko'proq olamiz. Masalan, buni bitta donasiga jo'ja sig'maydi, ko'pda xonaga taxlab fermerlar o'zi bilasizlar, Qoraqalpoq, Xorazm mana shuni bosishimiz kerak. Xo'p, yana nima bor? Ko'rsatamiz yana. Mana shu hozircha mana eng kerakligi o'zi mana mamiyda olib kelib, mana shu uchun kelganman men o'zi. Bilasizlar, buni ishlatamiz. Xul o'sha gap yana bitta banan korobka o'zi 15 ming so'm turadi. Bu 23 ming so'm. Menimcha arziydi. Bitta olamiz, 1-2-3 yillab ishlatsak bo'ladi. Bu ham xuddi shu mana. O'zi xudo xolasa men o'zim ham 10 ta, men bundan bir 30 ta olishim kerak, xudo xolasa olmoqchimiz. Sexiga kelganmiz. Hozircha shu. Hammaga rahmat. Obuna bo'linglar, bizani kuzatinglar. Videoni jo'natinglar. Xo'p, yana adres yana bitta aytaman. Bektemirda Ko'lani ko'chasi desanglar, o'zimizning xalq tilida hamma tushunadi. Ko'lani ko'chasiga kirganda. Shunaqa oke? Shunaqa, Safitov xona zavodda oldida.